Assalomu alaykum yana bir bor azizlar. Yaqinda Qurbon hayiti uchun go'sht va guruchlarga qo'shib tarqatgan oziq-ovqatlarga e'lon bergan edik va juda yaxshi natija bo'ldi alhamdulillah. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. Va bugun mana hayitga bag'ishlangan tadbirimizni boshladik va tayyorgarliklar ham o'ta ajoyib bo'lyapti alhamdulillah. Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin. Qilgan ehsoninglarni Alloh taolo qabul qilsin va umid qilamizki, bugungi qilgan tadbirimizdan O'zgan shahridagi juda ham ko'p oilalar, ehtiyoji bo'lgan oilalar bugun xursand bo'ladi, ularning uyiga quvonch kiradi mana shu biz va siz sababidan deb Allohdan umid qilamiz. Hammalar uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin. 1,5 kilo bo'ldimi aka? Mashalloh. Xo'p, birodarlar, hozir akalarimiz tashqarida produktlar tayyorlashyapti. Bizga yetib kelgan qurbonlik go'shtlarini mana 1,5 kilo qilib taqsimlab, inshaalloh bugun 50 dan ziyod bo'lgan O'zgan shahridagi muhtoj va kam ta'minlangan va ota-onasiga ehtiyojlangan oilalarga yetkazamiz inshaalloh e'lonimiz bo'yicha. Shu tadbir bugun bir go'zal, yuqori kayfiyatda, bayramona kayfiyatda o'tadi degan umiddamiz. Barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Biz bilan birga bo'ling va bizni kuzatib boring inshaalloh. Tadbirimiz juda go'zal holatda davom etyapti. Shu tadbirimizga shaharimizda bir oliy himmat akalarimizdan biri 48 lato tuxum hadya qilib ketdilar. Alloh taolo qilgan ihsonlarini qabul qilsin. Hayitlar muborak bo'lsin. Tadbirimiz go'zal davom etyapti. Bugungi bayram ajoyib o'tyapti. O'zimiz xursandchiligimiz bu yerda tursin. Undan tashqari Xudo xolasa bugungi kunda miskinlar ham xursand bo'ladigan kun, Xudo xolasa. Mana shunisi bizni 2 barobar quvontiryapti. Inshaalloh biz bilan birga bo'lsanglar, Xudo xolasa xursandchilikka sherik bo'lib qolasizlar inshaalloh.